Dasturimiz davom etadi. Poytaxtimizda O'zenergoinspeksiya xodimlari tomonidan energiya resurslaridan behuda foydalanish holatlarini aniqlash bo'yicha profilaktika va nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Ushbu tadbirlarda aniqlangan qoidabuzarlik holatlariga nisbatan chora ko'rilyapti. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Dastlabki manzil Osiyo ko'chasi bo'ldi. Tong yorishgan bo'lsa-da, yoritgichlar, kichik savdo tarmoqlari, do'konlar chirog'i yoniq holda qoldirilgan. Inspeksiya xodimlari holat yuzasidan sotuvchilarni ogohlantirib, energiyadan oqilona foydalanish bo'yicha tavsiyalar berdi. Keyingi lokatsiya Parkent bozori. Ushbu nuqtadagi dehqon bozorda ham tashqi chiroqlar yoqiq holda qoldirilgan. Ishchi guruh a'zolari elektr simlarini tartibga keltirish yuzasidan ogohlantirish berdi. Inson hayotiga xavf soladigan omillar. Bu chunki bu yerda inson yuradi. Bu temir ustuniga tegsa agar bundan elektr tokini o'tkazadi. Xabaringiz bormi? Bartaraf qilish kerak bu narsalarni. Yashnobod tumanidagi savdo rastasi hamda ovqatlanish restoranida ham chiroqlar o'chirilmagan. Bizga energiya inspeksiya xodimlari keldi. Biza svetni kun yorug' paytida yoqqanimiz uchun tushuntirish berdi. Ular esa endi bundan buyog'i yoqilmagan svetlarimiz vaqt-vaqtida o'chiriladi. Tashqarida svetlar yoqib kelgani uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu holat boshqa qaytarildi. Tumandagi aviasozlar dehqon bozorida ham xuddi shunday O'zagroinspeksiya xodimlari holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirdi. Bozorimizda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarimizga elektr energiyadan behuda foydalanmaslik uchun ogohlantirish olib borganmiz, tushuntirish ishlarini olib borganmiz. Kechasi foydalanishga, kunduzi behuda isrof qilmaslikka elektr energiyamizni tadbirlarda o'tkazganmiz. Bugungi holat bo'yicha ogohlantirish berildi tadbirkorlarga. Bu holat qayta takror bo'lmasligi uchun chora-tadbirlar ko'ramiz. 1 kilovat elektr energiyasi oddiy raqam emas. Uning ortida tabiiy resurs, inson mehnati va juda katta xarajatlar turibdi. Uni isrof qilmay tejasak, fuqarolik burchlarimizdan birini ado etgan bo'lamiz.